Jigga Voye Free'ni oppoq qalbingiz rangida kelib qoldi-yu. Bosib orasimi deyman. 2024-yil eng fullini biz yangisini qo'ygan edik. Ko'pchilik so'radi, 25 kerak bizga, qanaqadir bir boshqa rangidan qilib beringlar dishganida, qilib bera olmay qoluvdik. Mashina endi bemalol bosib olsangiz bo'ladi. Oq rangi, qora salon bo'ladi. To'liq obzorini ko'rishdan oldin bitta like bosib taxmin qilib turing, mana nechta qilib berishim mumkin. Qora salonda juda ham skromniy. Uncha-munchaga kram bo'lib keturmaydi. Misol uchun multirul, katta splashnoy tablo. Eng qizig'i bu tablo tushib chiqar ekan. Keyin sizni mashinada ketayotganingizda zap siqib ketadi. Patologlari qora alikantari. Panorama tom bor. Sizenlari polni elektr paket, pamyat sideniya, abagrev, abduf, massaj, hamma funksiyalari ishlaydi. Endi bariga e'tibor bering. Katta keng bar. Mashina rostakasin paket bo'lib turibdi. Upakovkalardan hali yechilmagan. O'tirimman. Oldi sideniya ancha men tomonga surilgan. Shunda ham oyog'im oldida keng joy bor ekan. Hozir endi bagajini ko'rib chiqamiz. Siz kommentda yozib taxmin qilib turing. Men bu mashinani 25ini nechta pul qilib berishim mumkin. Endi bagajga to'xtalamiz. Katta keng bagaj. Diska kalpachoklari, zaryadka va sideniya podushkalari ham shu yerda turibdi. Shundoq kelasiz, mashinani olasiz, o'zingizga udobniy qilib shuni taqib o'rasiz. Mashinani narxi 38500 2025-yilga, 38024-yilga. Sizga qaysi bir qiziq? 24 olarmidingiz yoki 25? Buni ham kommentda albatta yozib keting. Mashina olsang, port avtodan ol. Bo'lmasa, vobshe olma. Sog' bo'lasizlar.